Ko'rayotganingiz Grant Vizani YouTube kanali. Agar podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bo'lib qo'yishingizni tavsiya etaman. Eng so'nggi yangiliklar Green Card Amerika vizalari bo'yicha bizada kuzatib borishingiz mumkin. Mana bir baxtli mijozimiz yana bitta, ya'ni Amerikani Green Card vizasini qo'lga kiritdilar, bizga keldilar. DS260 anketalarini to'ldirdik va elchixonaga bo'lgan xizmatlarni ko'rsatdik. Mana Amerikani Green Card vizasini qo'lga kiritdilar. Albatta bu bo'yicha mijozlarimizdan suhbat olib boramiz, ya'ni keyingi kiradigan insonlarimizga bu albatta qo'l kelishi uchun. Okajon, qarang, siz keldingiz, birinchi o'rinda qanaqa vaziyat bo'ldi? Ya'ni bizga tarafdan qanaqa kutib olish bo'ldi? Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'qmi? Ya'ni xodimlarimiz tomonidan elchixonada medko'riklari bor, elchixonada suhbatlari bor. Shu haqida qisqacha so'zlab bersangiz. Green Card YouTube chiqqandan keyin birinchi o'rinda shu YouTube'ga yozib, shu firma topish uchun viza to'g'risida shu kabi so'zlar bilan yozib topdim. Grant Visa chiqdi birinchi. Shuning uchun shu Grant Visaga keldim. Yaxshi hujjatlarni to'ldirishga yordam berishdi. Muammolar bo'lmadi. Hujjat to'ldirishda, medko'riklarda hammasi hujjatlar joyida bo'lgani uchun hech qanday muammo bo'lmadi. Elchixonada suhbat qaysi tilda bo'ldi? O'zbek tilida belgilagandim. O'zimga qulay bo'lgan tilda. Ingliz tilida rus tilini bilardim. O'sha suhbat kuni, lekin ko'pchilik o'zbek tilini belgilagani uchun navbat bo'lib ketdi-da. Rus tili akoshkasi bor ekan, oynasi. O'shanga chaqirishdi. Keyin so'radilar, qaysi tilda, ingliz tilida, rus tilini bilasizmi deb so'radilar. Men aytdim, rus tilini bilaman dedim. Rus tilini yaxshiroq bilardim ingliz tiliga qaraganda. Rus tilida suhbat bo'ldi. Menimcha shu rus tilini tanlaganim uchun uncha qiynamadilar. 30 sekundda tugadi intervyuimiz. Amerikada xudo xolisa nima ishlar bilan shug'ullanmoqchisiz kelajakda? Endi hozir o'zim soham IT yo'nalishida ishlayman. Endi nasib IT bo'yicha harakat qilaman, lekin bu yerda hozir bozor qiyin deyishyapti. Shuning uchun hozir har ehtimolga qarshi o'sha dispetcherlikda o'rganmoqchiman hozir. Endi nima bo'lganda ham omad tilaymiz, aka, o'sha ishlaringizga. Agar biron bir Amerikadan yordam kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. O'tda yuristlar ham bor, tanishlarimiz ham bor. Agar yordam kerak bo'lsa, bemalol bizani kuzatishda davom etinglar. Kimgaki Amerika vizalari yoki Yevropa vizalari kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolsa, keyingi sonlarda bundan ham ko'proq vizalar bilan sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Salomat bo'lasizlar.